Amerikada 5 nafar o'zbek qidiruvga berilgan. Birodarlar, bu holat Pensilvaniya shtati Filadelfiya shahrida bo'lgan. 25-aprel taxminan soat 4:30 ertalab 6 ta shaxs aziyatlarni spa saloniga kirmoqchi bo'lishgan. Ularga eshik ochilmagandan keyin videoda ma'lumki ular oyoq bilan, qo'llar bilan bu eshikni buzishga harakat qilgan. Keyinchalik bular eshikni buzganmi yoki spa salonidagilar eshikni ochib bularni qo'yib yuborganmi, bunisi noma'lum. Va hozircha spa saloni ichidagi kamera tasvirlari ochiqlanmagan. Lekin aynan hozirgi bularga qo'yilgan ayblov bu jinsiy zo'ravonlik va o'marish. Tasavvur qilyapsizlarmi? 6 ta shaxsdan 5 tasi qochib ketgan va bittasi tomning ustiga chiqqan payt qo'lga tushgan. Birodarlar, hozirgi payt bularning rasmlari barcha Amerika kanallarida, televideniyada, Filadelfiya kanallarida va ularning kommentariyalarini ko'rsangiz. Kommentariyalarda hamma ayslarni so'ragan, ya'ni immigratsiyon politsiyani. Kimdirlar bu o'zbek deb o'zbeklarning bayrog'ini qo'ygan. Eslatib o'taman, adashmasam 4-marta Amerika televideniyada o'zbek degan so'z yangrayapti. Va 4-marta ham juda yomon talqin bilan. Nahotki bizlar faqat o'zimizni o'ylasak, bitta isqirti trakda ichib tushdi. Endilikda bu holat, ayniqsa bular yosh bola, yoshi 18 dan 22 gacha bolalar va bu kommentariyalarga qaragan ya'ni hamma ayslarni so'raganiga qaraganda Filadelfiyada juda katta tintuv bo'lishi mumkin.